Karantin yana qaytishi mumkinmi? Hantavirus yangi pandemiyaning boshlanishimi? Eron AQShga yadroviy qurol ishlab chiqish bilan tahdid qildi. Donbass masalasi bo'yicha Trampning bayonoti e'lon qilindi. Kutilmagan yangilik. Eronning qancha raketasi qolgani ayon bo'ldi. Raqamlar dahshatli. Tramp Eronga yana hujum boshlamoqchi, lekin boshqacha yo'l bilan. Hoy o'rtoqlar, Makron sammitdagi tomoshabinlarga baqirib berdi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Karantin yana qaytishi mumkinmi? Hantavirus yangi pandemiyaning boshlanishimi? Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bir kemadan aniqlangan hantavirus yangi pandemiyaning boshlanishi emasligini ma'lum qildi. Bu haqda tashkilotning rasmiy saytida e'lon qilindi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, mavjud tahlillar birinchi kasallangan shaxs virusni kema sayohatidan oldin Argentina va Chili hududlarida bo'lgan vaqtda yuqtirganini ko'rsatmoqda. Hozirda uning aniq harakat yo'nalishi va yuqtirish omillari o'rganilmoqda. Tashkilotga ko'ra, hantavirus odatda odamdan odamga oson yuqmaydi. Asosiy yuqish yo'li kemiruvchilar hisoblanadi. Biroq kemada cheklangan darajada insondan insonga yuqish ehtimoli ham tekshirilmoqda. JSSTga ko'ra, kontaktlarni kuzatish ishlari davom etmoqda va yangi holatlar aniqlanishi mumkin. Ammo bu vaziyat COVID-19 kabi pandemiya darajasidagi xavf emas. Tashkilot shuningdek, yo'lovchilar va kontaktlar 42 kun davomida alomatlarni kuzatib borishi kerakligini, jumladan isitma, bosh og'rig'i, mushak og'rig'i, ko'ngil aynishi kabi belgilar paydo bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qilish lozimligini bildirdi. Hantavirus asosan kemiruvchilardan yuqadigan virus bo'lib, og'ir holatlarda nafas yetishmovchiligi va buyrak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Eron AQShga yadroviy qurol ishlab chiqish bilan tahdid qildi. Eron hukumati agar AQSh tomonidan harbiy zarbalar qayta tiklansa, uranni qurol ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan 90% ko'rsatkichgacha boyitish bilan tahdid qildi. Bu haqda Eron parlamentining Milliy xavfsizlik va tashqi siyosat qo'mitasi vakili Ibrohim Rizoiy ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, yadroviy dasturni qurollanish darajasiga ko'tarish masalasi tez orada parlamentda muhokama qilinadi. Bunday keskin bayonotlar AQSh prezidenti Donald Trampning Eron tomonidan ilgari surilgan so'nggi tinchlik taklifini mutlaqo qabul qilib bo'lmas deb rad etganidan so'ng yangray boshladi. Tramp hozirgi o't ochishni to'xtatish kelishuvining istiqbolini juda past baholab, sulhning saqlanib qolish imkoniyati bor yo'g'i 1% ekanini ta'kidlagandi. Ayni paytda yadroviy zaxiralar masalasi muzokaralardagi eng asosiy to'siq bo'lib qolmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Eron ixtiyorida 400 kilogramdan ortiq 60% gacha boyitilgan uran mavjud. Washington ushbu zaxiralarni zudlik bilan mamlakatdan olib chiqilishi yoki boyitilish jarayoni kamida 20 yilga to'xtatilishini talab qilgan. AQSh rasmiylarining hisob-kitoblariga ko'ra, Tehron mavjud xom ashyoni bor yo'g'i 2 hafta ichida qurol darajasiga keltirishi va bu zaxira 11 ta yadroviy jangovar kalak yaratish uchun yetarli bo'lishi mumkin. Isroil bosh vaziri Netanyahu ham masalaga qat'iy munosabat bildirib, Eronning yadroviy salohiyati to'liq yo'q qilinmaguncha urushni tugagan deb hisoblab bo'lmasligini aytgan. Shu bilan birga mintaqada psixologik bosim ham kuchaygan. Isroil ovlari mahalliy fuqarolarning telefonlariga Eron nomidan tahdidli xabarlar kelayotgani, unda tungi osmonda quyoshni ko'rasiz deb yaqinlashib kelayotgan raketa hujumlariga ishora qilinayotgani haqida yozmoqda. Donbass masalasi bo'yicha Trampning bayonoti e'lon qilindi. Donald Tramp Vladimir Putin bilan Donbassning to'liq Rossiya nazoratiga o'tishi bo'yicha qandaydir kelishuv mavjudligini rad etdi. Bu haqda AQSh prezidentining 12-may kuni Xitoyga uchib ketishidan oldin jurnalistlar bilan muloqoti chog'ida aytgan so'zlaridan ma'lum bo'ldi. Jurnalistlardan biri Trampga siz va Putin o'rtasida Rossiya butun Donbassni olishi kerakligi haqida qandaydir tushunish bormi degan savolni bergan. Tramp esa bu savolga qisqacha yo'q deya javob qaytargan. Mazkur muloqot videosidan parcha X tarmog'idagi Clash Report mikroblogida e'lon qilingan. Donetsk oblasti ustidan qaysi tomon nazorat o'rnatishi Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushni tugatish bo'yicha muzokaralardagi asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Moskva bir necha bor tinchlik muzokaralariga tayyorligini bildirgan, biroq buni Ukraina qo'shinlarining Donetsk, Lugansk, Xerson va Zaporojye viloyatlaridan to'liq chiqib ketish bilan bog'lab kelmoqda. Kreml ushbu hududlarni 2022-yilda o'tkazilgan referendumlar natijasiga ko'ra Rossiya hududi deb hisoblaydi. Aprel oyi oxirida New York Times 4 nafar anonim manbaga tayanib, Ukraina vakillari Rossiya
Rossiya hali ham harbiy yo'l bilan egallashga urinayotgan Donbass hududining bir qismini Daniland deb atash taklifini bildirganini yozgan. Nashrga ko'ra, bu taklif Trampning xayrixohligiga erishish maqsadida ilgari surilgan bo'lishi mumkin. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance hududiy bahs bir necha kvadrat kilometr haqida ekanini aytganidan so'ng, Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 12 aprel kuni Rossiya va Ukraina o'rtasidagi hududiy kelishmovchilik Donetsk viloyatining Moskva hali nazorat qilmayotgan taxminan 17.8% bilan bog'liqligini bildirgan. Fevral oyi oxirida hududiy kelishmovchiliklar sabab Ukrainadagi tinchlik muzokaralari boshi berk ko'chaga kirib qolgandi. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Kutilmagan yangilik, Eronning qancha raketasi qolgani ayon bo'ldi. Raqamlar dahshatli. New York Times nashrining yozishicha, AQSh razvedka ma'lumotlari Eron o'zining harbiy salohiyatining katta qismini saqlab qolganini ko'rsatmoqda. Bu ma'lumotlar AQSh prezidenti Donald Trump hamda uning ma'muriyatining Eron harbiy jihatidan batamom tor-mor etilgani haqidagi bayonotlariga zid. Nashrning 12 may kuni xabar berishicha, Eron mamlakat hududidagi mobil raketa uchirish qurilmalarining taxminan 70% hamda urushdan oldingi raketa zaxiralarining 70% saqlab qolgan. Ma'lum qilinishicha, ushbu arsenalga mintaqa davlatlariga zarba berish imkoniga ega ballistik raketalar, shuningdek qisqa masofada yer usti va dengiz nishonlariga qarshi qo'llanishi mumkin bo'lgan qanotli raketalar ham kiradi. Nashrga ko'ra, eng katta xavotirlardan biri Eronning Hormuz bo'g'ozi bo'ylab joylashtirilgan 33 ta raketa kompleksidan 30 tasini qayta jangovar holatga keltirganidir. Mutaxassislar fikricha, ushbu komplekslar Amerika harbiy kemalari hamda Hormuz bo'g'ozi orqali harakatlanuvchi neft tankerlari uchun xavf tug'dirishi mumkin. Shuningdek, harbiy razvedka ma'lumotlariga ko'ra, sun'iy yo'ldosh tasvirlari va boshqa manbalar Eron mamlakat bo'ylab joylashgan yer osti raketa omborlari va uchirish qurilmalarining taxminan 90% ga qayta qurish imkonini tiklanganini ko'rsatmoqda. Hozirda ular qisman yoki to'liq jangovar tayyor deb baholanmoqda. Bunga o'xshash ma'lumotlarni avvalroq Washington Post ham e'lon qilgan edi. Nashr AQSh razvedkasiga tayanib, Eron mobil raketa qurilmalarining 75% va raketa arsenallarining 70% tiklanganini xabar qilgan. NET ta'kidlashicha, yangi razvedka ma'lumotlari Trump va uning harbiy maslahatchilari AQSh qurolli kuchlari Eron raketa obyektlariga yetkazgan zararni ortiqcha baholaganini ko'rsatadi. Yangi razvedka ma'lumotlari Donald Trump va uning harbiy maslahatchilari Amerika qurolli kuchlari Eronning raketa obyektlariga yetkazishi mumkin bo'lgan zararni oshirib ko'rsatgani hamda Eronning chidamliligi va tiklanish qobiliyatini yetarlicha baholamaganini ko'rsatmoqda, deyiladi maqolada. Trump esa 12 may kuni o'zining Trust Social platformasida Eron bilan bog'liq urushni yoritish bo'yicha ovni tanqid qildi. U Oq uy pozitsiyasini qo'llab-quvvatlamagan masalalarni deyarli xiyonat deb atab, bunday publikatsiyalar dushman tomonini qo'llayotganini aytdi. NET ma'lumotiga ko'ra, AQSh armiyasi muhim o'q-dorilarning ko'p qismini sarflab bo'lgan. Ular qatorida Tomahawk qanotli raketalari, Patriot havo mudofaa tizimlari raketalari, Presence Strike va Atom yerdan uchiriladigan raketalari bor. Nashrning yozishicha, agar Trump Eronning harbiy salohiyatini yanada zaiflashtirish uchun qo'shimcha zarbalar berish buyrug'ini bersa, AQSh yanada ko'proq muhim o'q-dorilarni sarflashga majbur bo'ladi. Bu esa Pentagon va yirik qurol ishlab chiqaruvchilar zaxiralarini to'ldirishda qiyinlayotgan bir paytda AQSh zaxiralarini yanada qisqartirishi mumkin. Maqolada aytilishicha, Washingtonning Yevropa ittifoqchilari ham AQSh qurol zaxiralarining kamayishidan xavotir bildirmoqda. Trump Eronga yana hujum boshlamoqchi, lekin boshqacha yo'l bilan. AQSh prezidenti Trump Eronga qarshi harbiy harakatlarni qayta boshlash masalasini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Bu haqda o'z manbalariga tayanib CNN xabar berdi. Manbalarga ko'ra, Trump Tehronning urushni to'xtatish bo'yicha muzokaralarni olib borish uslubidan tobora norozi bo'lib bormoqda. Oq uydagi ayrim maslahatchilarning aytishicha, u so'nggi haftalarga nisbatan ancha qat'iy pozitsiyada. CNN suhbatdoshlariga ko'ra, Trump Hormuz bo'g'ozining yopiq qolishi va Eron rahbariyati ichidagi bo'linishdan asabiylashmoqda. Uning fikricha, aynan shu ichki kelishmovchiliklar
Tehronning yadroviy muzokaralarda yon berishini qiyinlashtiryapti. Manbalarga ko'ra, Tramp ma'muriyati ichida ham turli qarashlar mavjud. Xususan, Pentagondagi ayrimlar Eronni muzokara stoliga majburlash uchun qattiqroq bosim va hatto yangi zarbalar tarafdori. Boshqalar esa diplomatiyaga hali imkoniyat berish kerakligini aytmoqda. Shu bilan birga Tramp atrofidagilar Pokiston vositachilaridan ham qattiqroq pozitsiya kutmoqda. Ayrim amerikalik amaldorlar Pokiston-Eron pozitsiyasini Vashingtonga real holatdan ko'ra ijobiyroq qilib ko'rsatayotganiga shubha bildirgan. Hoy o'rtoqlar, Makron sammitdagi tomoshabinlarga baqirib berdi. 11-may kuni Fransiya prezidenti Makron Nayrobidagi Afrika oldingi sammitida madaniyatga bag'ishlangan sessiyani zaldagi shovqin tufayli to'xtatdi. Auditoriyadagilarni qo'yib berdi. Uning ushbu harakatlari aks etgan videolar tarmoqlarda tarqaldi. Hammadan uzr so'rayman. Hoy, kechirasizlar o'rtoqlar, lekin bu yerga ilhomlanib kelgan odamlar bunday shovqin ostida chiqish qilayotgan bir paytda madaniyat haqida gapirishning iloji yo'q deya murojaat qilgan u ommani tartibga chaqirib, Makron yuz berayotgan holatni hurmatsizlik deb atagan va shaxsiy suhbatlarini davom ettirishni istaganlarga ikki tomonlama uchrashuv uchun mo'ljallangan xonalarga o'tishni yoki ko'chaga chiqishni taklif etgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.